hislarni his qila olishingiz kerak. O'sha misol uchun ot yuryapti, taq 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 yuradi misol uchun, to'g'rimi? Quyoncha silliq sakraydi. Bu ritmni tushuna olish kerak. Bir animator, ya'ni bizning ishimizda bir o'sha content maker, u ham operator, ya'ni kamera syomka misol hayotga olganda-da, ham u suflyor, ya'ni o'sha ovozlarni ritmlarini to'g'ri terib chiqish kerak. Xuddi har biri uchun. Yana u kamiga montaj ham qilish kerak-da. Bu mashaqqat degan, bu qiyinchilik degan. Ko'pchilik hozir buni oson ko'rsatsa, yo'q, bu oson emas. Bu ter to'kib qilinadigan mehnat. Bizda shogirdlarimiz o'sha ko'p mehnat qilganda tez bo'lib ketganda, lekin ular kimdir so'rasa oson qilib aytib qo'yadi. Lekin ular bilishmaydiki, shu kungacha u bosib o'tib ketgan qiyinchiliklar уже unutib bo'lib ketganda, unutib bo'lib ketadi. Inson tabiatida shunaqa, unutiladi. Faqat odamlarga natija qiziq. O'sha natijalarni ko'radi-da, bo'ldi, men o'rganaman. Yo'q. Hamma ham o'rgana olmaydi va hamma ham natijaga chiqa olmaydi.